Ilmiy faoliyat bu oddiy hujjat yoki faqat diplom olish uchun bajariladigan vazifa emas. Bu insonning o'z ustida ishlashi, bilimini chuqurlashtirishi va jamiyat rivojiga hissa qo'shish yo'lidir. Ilmiy faoliyat orqali inson nafaqat o'z sohasini chuqurroq o'rganadi, balki yangi fikrlar, yangi yechimlar va yangi imkoniyatlarni yaratadi. Bugungi kunda raqobat tobora kuchayib borayotganda, bir davrda oddiy bilimning o'zi yetarli emas. Mutaxassis o'zini ilmiy jihatdan ham namoyon qila olishi kerak. Ilmiy ish bilan shug'ullangan insonning fikrlash doirasi kengayadi, muammolarini tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi va kasbiy saviyasi oshadi. Ilmiy maqola bilan sizga ko'plab imkoniyatlar ochadi. Ilmiy daraja va unvon olish, grant va loyihalarda qatnashish, konferensiyada qatnashish, xalqaro ilmiy bazalarda tanilish, professional faoliyatingizni yangi bosqichga olib chiqish. Bundan tashqari, ilmiy ish insonni doimiy ravishda o'rganishga, yangilik izlashga va o'z ustida ishlashga undaydi. Ilm bilan shug'ullangan inson doimo o'sishda bo'ladi. Eng muhimi, bugungi qilgan ilmiy ishlaringiz ertaga sizning muvaffaqiyatingiz poydevoriga aylanadi. Chunki har bir katta yutuq ortida izlanish, mehnat va ilm turadi. Ilmiy ish bu shunchaki maqola emas, balki kelajak sari qo'yilgan muhim qadamdir.